turmush tashvishlarim shirindir bu hayot xoli firoqdan mayli bitmasin hech uning ishlari havolab ketsak gar tortsin oyoqdan turmush tashvishlari ha do'stlar boshimiz osmonga yetgan paytda mana shu turmush tashvishlari oyog'imizdan shunday olib yerga qo'ysinki mana bu hayot bo'ladi. Mehmonlarimiz omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Endi azizlar, mana shunday fayzli kunda, mana shunday baxtli kunda hammadan ham ko'ra baxtli bo'lgan insonlar sababi mana shunday xursandchilik kunda sabab qilib el va xalq oldiga kamtarona dasturxonlar yozib qilinayotgan ihsonlardan Alloh rozi bo'lsin degan holatda turgan aziz to'yboshlarimiz, ya'ni to'y bolamizni dadajonlari Arslonbek akamizga to'ylar qutlug' bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Qolaversa, ikkinchi shodiyona kunimizni asl sababchisi, ya'ni ustozimiz aytmoqchi, ertaga Xudo xolasa kuyov turamiz Tursunboy akamizni ham baxtli kunlarini nishonlashga sazovor bo'lamiz inshaalloh. Shunday ekan davramizga mezbonlar nomidan Tursunboy akamizni ham birgalikda taklif qilamiz. Eng katta to'yboshlar nomidan deymiz, xonadonning sohiblari nomidan deymiz, davramizga taklif qilamiz Arslonbek akamiz hamda Tursunbek to'yboshlarimizni. Marhamat, hurmatli mehmonlarimiz, amallaringiz xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Men o'ylamadim shuncha darajada bo'ladi deb. Rostdan Rossiya udas. Hamalaringiz xush kelibsizlar. Rasuljon akamiz hamda Zohidjon akalarimizning kozim chiroyli tabriklarini ezgu niyatlarini xonadonning sohibi-yu sohibalariga, kelin-kuyovlarimizni baxtli hayotlari uchun, to'y bollarimizni baxti kamoli uchun yo'llab qo'yar ekanmiz. Marhamat, hurmatli xonadonning mehmonlari, Rasuljon akamiz hamda Zohidjon akalarimiz davramizga taklif qilamiz. Yaxshi niyatlar. Azizlar, assalomu alaykum. Hammalaringiz mana shu Rahmatjon akamning xonadoniga, qolaversa ukamiz Aslonbekni xonadoniga xush kelibsizlar. O'tishganida kollektiv deyiladi, povurni ham, ashulachini ham, bokchini ham, ustani ham, zakuskachini ham, ana idish-yuvadg'onlarni ham bizga kollektiv, bizda hammamiz bitta to'yda xizmat qilamiz. Kollektiv nomidan mana shu xonadonga Allohdan fayz va baraka tilaymiz. Hamisha fayzli bo'lsin, barakali bo'lsin. Mana shu ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Shu ehsonga sababchi bo'layotgan yoshlarga Alloh baxt va saodat, umri daroz, rizqi ulug' bersin. Kelayotgan kelinimiz ham baxtli bo'lsin. Mana chikron qilayotgan Qalaqalpoq o'yinga tushgan jigarchalarimiz ham yaxshi yigitlar bo'lib katta bo'lsin. Aslonbekka o'xshab elni yurtni xizmatini qiladigan yigitlar bo'lsin. Mana bu yerda kelib, mana bular ham bizni kollektiv hisobda san'atkorlar kelib chiqqana Tashlardan Avazxon ukaxonimiz, do'stimiz, Hofizning o'g'illari Aslxon mana shu kelib xizmat qilishyapti. Jamoasi bilan bularga ham rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Sizlarga ham omadlaringni bersin, elda nazardan qolmanglar. Ustoz boringizga shukr. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, assalomu alaykum. O'ylamasin.
Albatta assalomu alaykum. Mana shu Fayzli xonadoni, ya'ni ustozimiz aytmoqchi, Rahmatjon akamiz qolaversa, shu ukajonimiz Arslonbekda xonadoniga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, albatta biz ham mana shu qisqagina fursatdan foydalanib, shu Arslon Ziyoga, Ziyo degan laqabi borda buni. Arslon Ziyo kim desa, bu Ziyo bobosi bo'ladi buni. Ziyo bobo bo'lardi. Lekin hatto yana bitta Ziyo o'tiribdi-da. Axtam Ziyo ham o'tiribdi, bunga ham navbat tegadi. Shashilmay turinglar, lekin mana shu fursatdan foydalanib 2 yoshimizga qolaversa, mana shu to'y bolalarimizga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. O'zlaridan ko'paysin ustoz, ha? Ilohim, men ham farzandlariga, ukalarga baxt tilabman, niyat bildiribman, o'ziga bildirmayapman deng. Aslonbek aka, ilan kompyuterga virus tushmasin. O'zingga ham. Ustozlar bor bo'ylar, sog' bo'ylar.